korobka uy narxida patkulush tayyor bitka xonadon xarid qilmoqchi bo'lganlar quyidagi videoda o'tkaza olmaysizlar. Bu video aynan sizlar uchun. Assalomu alaykum, qadrli Ziynat uy-joy savdosini aziz kuzatuvchilari. Bugungi obzorimiz shaharda markazda san'at saroyini shundoqqina ro'parasida suv saroyini oldida bo'lyapti. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy maydonimiz 120 kvadrat. Ko'ringlar, bu sanuzelimiz. Sanuzelimiz ham kengina, katta aristonlari bor. Xo'p, bundan keyingi xonamiz oshxonamiz, qaranglar, kengligini. Haqiqiy ayollarimiz orzusidagi oshxona, kengina. Bu joyda bilasizlar, gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Oyoqtalar parket qilingan, remont holatlari yaxshi. Koridorda qaranglar, kengligini. Xo'p, keyingi xonamiz. Buni bolalar uchun yotoqxona qilsa ham bo'ladi. Yotoqxona qilsa ham kengina, katta yotoqxona bo'ladi. Xo'p, spalniyimiz MDF eshiklar qo'yilgan. Oyoqtalar parket aytib o'tilgandek. Haqiqiy yog'och daraxtidan qilingan ekan bu mebelimiz. Buni olib chiqib ketishda iloji yo'q uka. Bu qoladi deyishyapti. Xo'p, xullas pustoyga kelishsangiz ham bo'ladi yoki vash turishini ham kelishsangiz ham bo'ladi. Remont holatlari yaxshi o'zlarini. Didlaringga halab yana remont qilaverasizlar. Bu mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham qaranglar, kengligini. Mehmonxonamiz ham 2 ga bo'lib olsalar ham bo'ladi. Kaysanlar qo'yib qo'yilgan. Bu joyda gaz, svet, suv umuman muammo emas. Shaharda eng elitni rayoni bo'ladi. Bu tomonimiz Kalinskiy massiv, bu tomonimiz San'at saroyi. Xo'p, azizlar, mana bayroq ko'rinayotgan bo'lsa, San'at saroyiga ilingan bayroq ko'rinib turibdi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Narxini $70,000 aytishyapti shu holatda. Agar pustoy holatda olsa yana ham kelishtiriladi. Agar shu holatda olmoqchi bo'lsa ham 70,000 dan sunnatiga chiroyli qilib o'tib berishadi. O'zim sizlarga chiroyli qilib savdolashib beraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.